Bilim ol va yalqovlikdan bo'l ogoh, yalqovni uzoq yaxshilikdan eyvoh. Ilmni talab qil, yalqov bo'lma. Dankasa bo'lma. Nega dankasa bo'lmaslikni nasihat qilyaptilar? Aytdilarki, yalqovni uzoq yaxshilikdan eyvoh. Unga yaxshilik yetmaydi, dankasaga yaxshilik yetmaydi. U yaxshilikni hidini ham hidlamaydi. Qanday ham uzoqda? Muallif yalqovni uzoq deyaptilar. Ajablanib aytayaptilar. Yaxshilik bilan yalqov ikkalasi tog' bilan bog'da. Bu narsa ba'zi ulamolar buni bilishardi. Shunaqa deb nasihat qilishardi. Kim ilm olmoqchi bo'lsa, tirishish kerak. Agar tirishmasa, xalal bersa gar senga qahraton yoz, kuz yoqmasa sovqatsang qishda biroz, bahorda havo yaxshi, yotsang beg'am, unda qachon olgaysan ilm ey bo'tam? Bilmas. Shayxlarimizdan biri aytardi: oyoqlaringni charchatgin, agar charchasa ilmga olib boradi. Mashaqqatla qoraymagan yuzlar hech ham porlamagay natijani ko'rib birdam tirishish kerak. Rabbimiz azza va jalla Yahyoga shunday dedi: ey Yahyo, kitobni quvvat bilan ol. Ammo yalqovlik bilan kitobni olish, sust bo'lib olish, kuchsiz olish bu foyda bermaydi. Bunaqa odam vaqtini ketkizgani qoladi, vaqtini zoyi qiladi. Shoirlardan biri shu ma'noda mana shunday degan: kitobga bosh eggin, jiddiy jahd bo'lgin, rasulga meros xur bo'lgaysan butam, shu sabab kitobni quvvatla olgin, dedi Alloh payg'ambar Yahyoga ham. Ilmga sen yetmoqchisan, qiynamay hech o'zingni, asal hech olasanmi, ari choqmay qo'lingni. Qiyinchilik bo'lishi kerak. Jononni suygan hech mahriga boqmas, asalni istagan aridan qo'rqmas. Qiyinchilik bo'lishi kerak. Yalqovni uzoq yaxshilikdan eyvoh. Agar sen o'zingni jisming dam olish kerak desang, 8 soat uxlash kerak. Natijada ketidan uxlaganga yarasha nonushta qilish kerak. Ovqatdan keyin ozgina mizg'ib olib, kech kirganda do'stlar bilan aylanib kelishim kerak desang, xursand bo'laver. Jarir aytganidek, Farazdaq Mirbani o'ldirmoqchimish. Xursand bo'laver ey Mirba bo'lmishmish. Davom etavering. Alloh rozi bo'lsin sizdan ustoz.